Hürmetli vatandaş, bugün Çislağı 2021 yıl 8. ayının 8. günü. Körüvatsizler, körüp öttük, vaziyet qaysi çekki yetti. Körüvatsizler, körüp öttük, vaziyet qaysi çekki yetti. Endilikte sizler mava kısa haberlerden haber tepinler vatandaşlar. Bular mavzu şekilde kısa haberler. Bunu diyen haber tepinler vatandaşlar. Kısa haberler, en yeni haber. 8. ayının 8. günü Beijing kelgisi bir neçə gün içinde afetke uçraydı. Xi Jinping qutulduruş signali tarqatdı. Amerika Tayvan boğazını zapt qildi yoki Amerika Tayvan boğazını kontrol qildi. Bugünkü haberler 8. ayının 8. günü YouTube. 40 yıldan beri en zor kölemlik harbiy manevr. Biz tünügildik siyadi şundak sözüldü. Amerika, Angliya, Yaponiya yol S-2021 belgelik harbiy manevr en zor harbiy manevr. Tayvan'a hücum qaraganda Normandiyada quruqliqqa chiqqandek chiqadigan ish yo'q o'xshaydi. Tayvan'ın etrafındaki yurtla Jungo'nun yeni nişanı. 8. ayının 7. günü pulga qaraydigan yıllar. YouTube. Amerika'nın birleşme manevri urushdir. Xi Jinping sulhi talab qildi, erisholmadi. Ma gap qoldiskina? Amerika'nın birleşme manevri urushdir. Yoki bu urushga o'xshash urushdir yoki manverdir. Xi Jinping sulhi talab qildi, erisholmadi. Xi Jinping'e qarshi kuchlar oxirigacha uni qarilaydigan bo'ldi. Butun Jungoda ikkili xat eshib qoldi. Ya'ni ikki qizli gap kelib qoldi. U bo'lsa-mu Kompartiya ishga elishish, ishga kurash degan ne bu? Dovjin degan mushahatlam eshib qoldi. 8. ayının 8. günü YouTube. Wi Yu'nun dunyoga nazari. To'lam to'litishmi yoki urush e'lon qilishmi? Yuqumli qiros manbini surishti qilish bayrog'i ostida qandaq mengish kerak. Sibitang 8. ayının 8. günü YouTube. Vaziyet ciddi o'rlashga boshladi. Jungo Kompartiyasi Janubiy dengizda harbiy manevr o'tkazdi. Amerika razved aeroplanlari butun sap bo'yicha Jungoning manevrini kuzatib turdi. Amerika Jungo harbiy manevrda tirkashdi. Janubiy Jungo dengizining vaziyati jiddiylashdi. Ümit sadası Tor kanalı 8. ayının 7. günü YouTube. 8. ayının 7. günü YouTube. Jungo rəhbərləri BDX yığınıda məxfi yığınğa oltardı. Şinhuaşa gayri maqali e'lon qildi. Turgan ko'rib oldik. Amerikaga urush e'lon qildimi? Jungo Amerikaga urush e'lon qildimi? Ishki tashviqotlar emas. Unda qadish yo'q. Amerika endi Tinch okean qo'mondoni Jungo Kompartiyasiga 11 sal tahdid soldi. Harbiy kuch bilan tahdid soldi. Qarama-qarshilik kuchayishga boshladi. Yangi tangliqlar televiziyasi YouTube 8. ayının 7. günü. 40 yıldan beri ko'rilib bakmagan harbiy manevr. Başta bir ko'rdik, tövende bir, tünügün bir sözüldük. Birinci qitim o'rinlashtirish. En zor kurash kuchiga ega Av-Amatkalar gruppasi. İttifoqdosh davlatlar Janubiy dengizga to'plandi. Jungo Kompartiyasining 5'ine tamg'i uramdi. Jungo Amerika Janubiy dengizda tirkashdi. En xatarlik bir qatimliq harbiy manevr. Avtori
Jingguandian. Jingguandian YouTube 8. ayının 6. günü.